Quyosh botishini ko'rgani zo'r joy topgandim. Bugun sizlar bilan shu joyga boramiz va gaplashamiz. Hali quyosh botishiga 1 soatcha bor taxminan. Sizlarga bugun nimaga YouTube kanali ochganimni gapirib beraman. Ya'ni nimaga Instagram emas, nimaga Telegram kanal emas, aynan YouTube ga fokus qaratish xohlaganimni aytib beraman. Aytgancha bu joy shovqin, hademay qorong'u tushadi. Shuning uchun videoni iloji boricha tezroq gapirishga harakat qilaman. Okay, nimaga YouTube? Chunki hozirgi paytda atrofimga qarasam, hammada Telegram kanal, hammada Instagram bor, hamma post qo'yadi. To'g'risi sihasi ketdi. Qaradim, cho'ta neto, ya'ni bir nima boshqacha qilishim kerak. Shunaqa qilib YouTube kanal ochish plani paydo bo'ldi. Onasini ham ochaman. Hamma Instagram bilan, Telegram kanal bilan ovora yurgan paytda men YouTube kanal ochaman deb o'zimga aytdim va ochdim. To'g'risi birinchi post qo'yish shunaqangi qiyin bo'ldi, ishoninglar. Oldin o'ylamagandim YouTuberlarga bunaqa oson deb. To'g'risi bitta shunaqa turib gapirishib 20 martadan ko'p oldim. Bir nima qilib joyladim. Yana bir sababi uzoq muddatli auditoriya. Nimaga unaqa deyapman? O'zimda shunaqa bo'ldi. Ya'ni o'ylab qarasam, Instagramda kuzatadigan odamlardan ko'ra YouTube'da kuzatadigan odamlarim qandaydir muhimroqdek tuyuldi. Ya'ni ko'chada ko'rib qolsam ham, Instagramda kuzatadigan odamlarim bilan rasmga tushmasam ham, lekin YouTube'da kuzatadigan odamlarim bilan rasmga tushaman, bu aniq. Va yana bir narsa, Instagramda maksimum odamlar ko'rsa 20-30 sekund, 1 minut videoingizni ko'radi. YouTube'dachi soatlab ko'rishi mumkin. Va o'sha ham menimcha obunachilarga ta'sir o'tkazishni oshirsa kerak. Asosiysi hayotimni muhrlash. Ya'ni to'g'ri Instagramda ham hayotimni muhrlasam bo'ladi, reelslar, istoriyalar qo'yib, postlar qo'yib, o'zimni hayotimni saqlab qo'ysam bo'ladi, lekin YouTube'chalik emas ekan. Keyingisi shaxsiy rivojlanish. Nimaga shaxsiy rivojlanish? YouTube'ni boshlab shunga men bo'ldim. Nimaga shaxsiy rivojlanish? YouTube'ni boshlagandan beri o'zimni avtomatik tarzda analiz qilishni boshladim. Birinchi videoda kameraga ham bir yaxshiroq gapira olmaganman. Ya'ni bitta gapirish 1 minutlik videoni ham bilmadim 4 soatmi, 5 soat olganman, to'g'risi. Kameraga gapirish, kamera oldida o'zimni tutishim ancha yaxshilandi. Bilaman, yaxshi gapira olmayotgandirman, lekin o'zimni his qilishim gapirayotganda ancha yaxshilandi. Va keyingisi YouTube bilan birgalikda montajda ham avtomatik tarzda o'rganar ekansiz. Ya'ni video montaj qilish, qo'shimchasiga marketing ham desa bo'laveradi. Ya'ni odamlarga nima yoqyapti, obunachilarga nima yoqyapti, shu narsani analiz qilishni boshlar ekansiz. Kommunikatsiya oshar ekan va asosiysi storytelling oshar ekan. Ya'ni nima storytelling? A nuqtadan B nuqtagacha gapirib berish, ya'ni o'tlab ketmasdan. Shu narsa ham o'zimda rivojlanayotganini ko'rdim. Balkim ko'rinmayotgandir. Va yana bir xohlaydigan narsam, videolarimni saqlab qo'yib, kelajakda to'g'ri qanaqadir prikolni eshitilishi mumkin, bolalarimga ko'rsatish. Ya'ni senda dadang mana shu 18 yoshida shunaqa yurgan deb ko'rsatish niyatim bor. Shuning uchun ham YouTube kanalini boshladim. Instagramda to'g'risi qo'ysam yo'qib ketadi. Instagramda bu postlar, bunaqa uzun formatdagi postlarni Instagramga umuman joylab bo'lmaydi. To'g'ri YouTube'ga video qo'yish ancha qiyin bo'lyapti. Juda ham qiyin. Soatlab vaqt ketadi. Lekin har hafta iloji boricha bittadan post qo'yishga harakat qilyapman YouTube'ga. Ular shunaqa gaplar.
eshigi chichib ketdi anavi qush.